Kanadalik bir fotograf bo'rilar to'dasini yurish tartibini suratga olib, hayratlanarli manzarani ochib berdi. Oldinda ketayotgan 3 ta bo'ri boshqalarga qaraganda ancha katta ko'rinadi, ammo ular eng kuchlilari emas. Aksincha, ular to'dadagi eng qari yoki kasal bo'rilar. Ular yurish tezligini belgilaydi va orqada qolmasliklarini ta'minlaydi. Bu juda oqilona strategiya, lekin hujum bo'lsa, birinchi bo'lib aynan ular qurbon bo'lishi mumkin. Ikkinchi qatorda esa to'dadagi eng kuchli va yosh bo'rilar yurishadi. Ular chaqqon, tezkor va juda jasur. Agar kimdir hujum qilsa, birinchi bo'lib himoyaga o'tishadi. Uchinchi qatorda urg'ochi bo'rilar va bo'ri bolalari bor. Ular kuchli emas, lekin to'dani kelajagi bo'lgani uchun eng xavfsiz joyda yurishadi. To'rtinchi qatorda esa yana kuchli bo'rilar. Ular orqadan hujum bo'lsa himoya qilish uchun qo'riqchilar sifatida yurishadi. Bu tartib shunday puxta tuzilganki, hatto orqadan kutilmagan hujum bo'lsa ham urg'ochilar va bolalar xavfsiz qoladi. Shu orqali boshqa bo'rilar ularga yordam berishga ulguradi. Va nihoyat, to'dadan biroz orqada bitta yolg'iz bo'ri bor. Bu to'daning yetakchisi. U hammani kuzatib, butun to'dani xavfsizligini ta'minlaydi. Bu tabiatdagi haqiqiy aql va jamoaviylikning namunasidir. Yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.